Dunyo beshik o'z bag'rida daqiqalarni, kunlarni, tunlarni, yillarni tebratib boraveradi. Bu beshikda insonga berilgan bebaho umr ham unga qo'shilib tebranadi va o'z olamini mazmunga, xotiralarga, iztirob va quvonchlarga boyitadi. Vaqt inson umrini yillar bilan o'lchaydi, ammo shunday insonlar borki, ularning hayoti nafaqat yillar, balki ezgu amallar, tarbiyalangan avlodlar va qoldirgan ibratlar bilan baholanadi. Ularning umri butun bir asrning tarixini o'z ichiga oladi. Bugungi qahramonimiz ana shunday insonlardan biri. 100 yoshni qarshilagan kitoblik mo'tabar onaxon Muyassar Xurramova. Uning bolaligi og'ir sinovlarga to'la davrga to'g'ri kelgan. Urush yillari, qiyinchiliklar, mehnat bilan o'tgan yoshlik. Bugun esa onaxon katta bir sulolaga bosh bo'lib turibdi. Turmush o'rtog'i Burxon Islomov bilan 57 yil davomida yelkadosh bo'lib baxtli hayot kechirdilar. Burxon ota 17 yoshida frontga ketib, vatan uchun jang qildi. Berlingacha yetib bordi. Janglarda og'ir jarohat oldi va vatanga 2-guruh nogironligi bilan qaytganidan so'ng bilim va tajribasini muntazam oshirib borib, viloyatdagi go'sht va sut mahsulotlari, yog' ishlab chiqarishga yo'naltirilgan korxonalarda uzoq yillar rahbarlik lavozimlarida samarali mehnat qilgan. Muyassar momo esa uning eng yaqin maslakdoshi, hayotdagi tayanchi va xonadon qo'rg'oni bo'ldi. Birga bosib o'tilgan 57 yillik umr yo'lida qancha quvonchlar, qancha sinovlar bo'lmadi deysiz. Ammo ularning oilasida o'zaro hurmat, mehr va bag'rikenglik, tinchlik, totuvlik hamisha ustuvor bo'lgan. Burxon ota 2006-yilda vafot etdi. Muyassar momo turmush o'rtog'i bilan o'tgan damlarni chiroyli xotiralar bilan eslaydi. Samarqandda tug'ilganman. Mashina tikaydi, mashina dizdim. Odamlar ko'ylalarni tikaman, to'llarni tikaman. Yaxshi edik biz ham. Bitta chetkali yo'q mana. Mana kelinlarim qo'sha judayam mehribon. Kelinlarim keladi ko'rgani, nevaralarim yaxshi qaraydi menga. Yotamanda karavatga, yuzga kiradi qarada. Choyimni beradi, ovqatimni beradi, yaxshi qaraydi menga. Hammasidan duo qilaman, baxtliq, kelinlarim ham baxtliq, bolalari ko'p. Xursand bo'lasizmi bularni baxtini ko'rib? Ay, so'raman. Xursandamkanmi? Bularni umrini so'rab o'tiraman, shunaqa qilib. Katta ishlarga ishlaydi nevaralarim. Xalqqa xizmat qilib yuribdi. Bular ham mendan minnatdor va kelin qilib urush janjal yo'q bizga. 1974-yil Toshkent davlat meditsina tibbiyot fakultetini tugatib keldim. Akusher-ginekolog bo'lib internatura o'tib, biyim internatura o'tgan vaqtimda meni ko'rdilarda, bir oydan keyin kelin qildilar. Biyimdek qaynona ko'rganim yo'q. Institutga 6 yil o'qigan uchun ko'p narsani bilmasdim. Ro'zg'orga deyarli yo'q edim. Hamma narsani yotiq bilan tushuntirib, urushmasdan, shunday muloyimlik bilan tushuntirardilar, xafa bo'lmasdik. Chunki qaynona tushuntirgan vaqtga kelinlar xafa bo'ladi-da. Qiz xafa bo'lmaydi, kelin xafa bo'ladi, lekin biz xafa bo'lmasdik. Chunki chiroyli qilib tushuntirardilar. Ro'zg'orda olib borishga, tejamkorlikka biyimdan o'rgandim. Doktorlarda o'sha payt 5 yildan keyin 4 oyga malaka oshirishga yuborardilar. Ikkita balam bor edi. Kattakoni 4 yoshida, kichkinasi 2 yoshida. Keyin xo'jayinim ikkita balani kimga tashlaysan, bormaysan o'qishga dedilar, ishlamasang ishlama dedilar. Keyin rahmatli qaynotam aytdilar-ku, menga qara, oliy ma'lumotli, 7 yil o'qigan, qanday qilib ishni tashlaydilar? Biyim aytdilar-ku, men qarayman balalarni dedilar, Qarshiga yashardilar. Katta o'g'limni olib ketdilar. 1979-yilda kichkina o'g'limni onam olib qoldilar. 4 oy o'qidim. U payt transport yo'q edi. 4 oyda ichiga bir martagina kelib ketdim. Shunchalik ham sabrliklar, hamma narsaga chidab, hamma narsani boshidan o'tkazib, lekin biron marta shikoyat qilganlari yo'q. To'ylarimizga bosh-qo'sh bo'ladilar. Har doim kelinjon men bunaqa qilardim-da yoshligimga deydilar. Endi bilardim-ku, men ham shunaqa qilishim kerak. 52 yil bo'ladi, bu marta urushganlari yo'q. 52 yillik kelin. 52 yillik kelinman. Hozir ham bamaslahat ish qilasizmi? Hozir balarim ham,
kelinlarim hammasi hurmat qilib yaxshi ko'rib hammamiz kelamiz. Masalan, meni uyim bu kitobga. Lekin men uyimga kelmay, mana necha kundan shaqa buyimni oldiga yotaman. Xursand bo'lib o'tiradilar. Buyimni 6 ta farzanddan 5 ta farzandlari oliy ma'lumotlik. 6 ta farzandga 6 ta farzand keldimi? 6 tasi ham oliy ma'lumotlik. Hammamiz rahbarlik ishladik. Buyim baxtli ayollar. Gapiraman desam, gap juda ham ko'p. Men faxrlanaman. Biron joylarga borsam, qaynonam bor desam, hamma havas qilib qaraydi. Men ham faxrlanaman. Chunki ota-onasi bo'lgan odam o'zini tinch tutadi, qanaqadir xotirjam bo'lasan, ko'ngli butun bo'ladi, bag'i keng bo'ladi. Buyimni bag'i keng bo'lgani uchun biz ham bag'imiz keng. Bu tinchlikning mevasi, ro'zg'orda totuvlikning mevasi. Shu yaxshi muhitga o'sgan bola o'zini uyiga ham yaxshi muhit yaratishga harakat qiladi. Masalan, jamiyatga hammamiz davlat ishiga ishladik. Nevaralarimiz ham hammasi davlat ishiga ishlaydi. Eng asosiysi bolalar, jiyanlar hammasi bir bag'i. Juda bir-birini hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. Bugun bu xonadon haqiqiy avlodlar shajarasiga aylangan. Muyassar momoning 6 nafar farzandi, 18 nafar nabirasi, 53 nafar evarasi va 6 nafar chevarasi bor. Har bir avlod vakili uning tarbiyasi, duosi va hayot saboqlaridan bahramand bo'lib kelmoqda. Farzandlari, nabiralari bugun el, yurt hurmat e'tiborida turli sohalarda yurt taraqqiyoti, xalq farovonligi uchun xizmat qilib kelmoqdalar. Juda chiroyli hayot o'tkazdilar. Dadaginam u kishini avaylab, asrab, juda yaxshi qaraganlari uchun mana turishlari ham juda chiroyli, o'tirishlari ham chiroyli. 6 ta farzand ko'rdilar, hammasini oliy ma'lumotli qildilar, o'qitdilar, hammasiga qaradilar. Shuni o'zi katta baxt. Ishlamadilar to'g'ri uyga, lekin dadamni xizmatini, bolalarini xizmatini, nevaralarni o'stirib berdilar, tarbiyasini ham berdilar, hammasini. Juda chiroyli tarbiya berdilar. Hammasi yaxshi joylarga ishlaydi, yaxshi vazifalarni egallab yurishibdi. Men ham bog'chaga mudira bo'ldim, 40 yil ishladim, faqat ish bilan ovora. Ballarni ana shu kishi katta qilganlar. Dadam 17 yoshlarida urushga ketganlar. 5 yil vatanga himoya qilib to Berlingacha yetib borgan dadam. O'sha yerdan yaralanib, 2-guruh nogironi bo'lib, qaytib kelib, keyin onamga uylanganlar. Dadam 83 gacha yashadilar, onam mana 100 ga kirib birga yashadilar. Hech qachon men bularni urush qilganini yoki bir haqorat qilganini eshitmaganman. Shulardan biz o'rnak olganmiz. Bizning ham hayotimiz shunaqa chiroyli o'tgan hammamizda. Men bizda ham hozir kelinlarimiz bor, nevaralarimiz turmushga chiqqan. Shular bor, biza baxtli biza. Onasi bor odam eng baxtli odam deyshadi. Biza baxtli odammiz. Oila a'zolari yig'ilgan kun xonadonda to'yga aylanib ketadi. Muyassar momo uchun baxtning mezoni boylik yoki mansab emas. Uning uchun eng katta baxt farzandlarning mehribonligi, nabiralarning kulgusi va chevaralarning quvonchidir. Ko'proq bizani ro'zg'orga o'rgatganlar, ovqat qilishlarga, uy yig'ishtirishlarga, saranjom sarishtalikka o'rgatganlar. Biz ham shu narsalarni o'zimiz farzandlarimizga qo'llab kelyapmiz hozir. Bergan tarbiyalar orqasidan har doim yaxshi gaplar eshitamiz. Biror ishlarni boshlashdan oldin kelib, o'zlaridan maslahat so'rab, nasihatlar olib turaydik. Har doim o'ngidan keladi shunday, to'g'ri bo'lib chiqadi hamma narsa. Mana o'zimiz ham shu narsalarni o'zimiz bolalarimizga qo'llab kelyapmiz. Toshkentda o'qirdim, universitetda. Talaba bo'lganman. Uncha ro'zg'or ishiga yo'q edim. Menda pishir qo'ydirga yo'q edim. Men shu oilaga kelgandan keyin buyim xuddi o'zlarining qizlaridek meni o'rgatdilar. Juda pazandalar. Menga imkoniyat berdilar ishlashga, chunki universitetda ishlash juda qiyin edi. Ertalab ketib, kechqurun kelardim. Shu bolalarimni qarab katta qilib berdilar. Mana bolalarimiz katta bo'lgandan keyin ham doim menga yordam berardilar.
yaxshi yashaganiga biza havas qilib biz ham yuzlarga kirib mana shunaqa to'ylarni ko'rishni orzu qilamiz. Ko'p qaynonalar kelinlarini ishlashiga ko'mak berish qiyin bo'ladi. Mana shu hayotingizdagi erishgan yutuqlaringizni qanchasida hissalar bor deb o'ylaysiz qaynonangizni? Hammasida. Agar meni o'sha paytda qo'llab-quvvatlamasalar, men ishlolmasdim. Chunki ishlash juda qiyin edi. Doim aytamanki, yordam beradilar. Bolalarimga qarab turardilar, ovqat tayyor qilib qo'yardilar. Biz ko'p narsani o'rganganimiz uchun bulardan o'shani olib hozirgi hayotimizga qo'llab yotibmiz. Mana kelinimizga nasihat qilib, ishlashga yordam beramiz. Ishlaydi meni kelinim ham, ertalab kechqurun keladi. Shunga men o'zimni hayotimni o'zimdan o'tkazib, doim yordam beraman. Bolalarga qarab, ro'zg'orga qarab yuraman. Juda xursand bo'laman mana shu oilaga tushganim uchun, mana shu oilada yashab yurganim uchun. Barcha kashfiyotlar ichida eng go'zali yaxshi tarbiya olgan insondir degan edi donolardan biri. Xalqning baxtu saodati bolalarni to'g'ri tarbiyalashga bog'liq. Farzand tarbiyasi haqida gap ketganda avvalo nuroniylar tilga olinadi. Muyassar momoning har bir duosi avlodlarga ezgulik tilaydi. Uning har bir nasihati hayot maktabi vazifasini o'taydi. Chunki bir asrlik tajriba kitoblarda yozilmaydi. U insonning hayotida mujassam bo'ladi. Hech ham urmaganmisiz farzandlaringizni? So'rang, mana o'zidan so'rang. Yo'q. Biror marta. Men umrimga bala urmayman. Urganim yo'q, 6 ta bala katta qildim. Bobom bilan ham urushqam yo'q. Molga ketaydilar hafta 10 kunlik. Nima mencha ketding deb men xo'janim bilan ham urushganim yo'q. Tergamagan hamsiz? Yo'q, hech ham xo'janim bilan urushganim yo'q. Meni chetganam yo'q, urganam yo'q. Ammo hech nima demayman-da. Yuradi qancha yurganicha. Qishloqlarga endi katta boshliq bo'lgan. Onam faqat bir nechaga mana shu 100 ga kirdilar, faqat bir necha bilan shug'ullanadilar. Tarbiya bilan. Mana olim bizlarni tarbiya qildilar. So'g'in nevaraladi, so'g'in mana evara, chevara. Hozir juda ko'p hozir to'plasa evara, chevara hammasi bir 100 dan ham oshadi. Chevarani o'zida 5 dan 6 ta. Shu umrlarini faqat bizga bag'ishladilar-da. O'sha bizga ham o'tgan, bizga ham farzandimizni shundoq tarbiya qilamiz. Hech qachon xafa qilmay, nevaralarimiz bor, qattiq gapirmay, yomon so'z gapirmay, hammasini o'stiramiz. Hammasi oilalik bo'ldi, barlik bo'ldi. Mana hurmat izzat qilib, doim mana shu kimga? Oyimizga, dadamizga Xudo rahmatli. Shularga minnatdor biz. Mana bugun shuncha odam kelib, onamizni hurmati, dadamizni hurmati sherga ko'p mehnat qildilar, ishladilar. Mana shu eski odamlarni ko'raman, mana qishloqlaridan Nurali, Sivas qishloqdan hozir mana bu yarmi o'shadan kelgan necha yil ko'rishmagan odamlar bilan bugun ko'rish. Bugun Muyassar momo nafaqat o'z oilasi, balki mahalla kuyining ham hurmatli mo'tabar onaxonlardan biri hisoblanadi. Uning hayoti sabrning kuchi, mehrning qudratini va oila muqaddasligini namoyon etadi. Onaxonning 100 yoshga to'lgani munosabati bilan butun oila jamul-jam bo'ldi. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar bilan tadbir katta xursandchilik bayramga aylandi. O'yin, kulgu, kuy-qo'shiqlarda ham bugungi tinch farovon kunlarga shukronalik, onalarni e'zozlash, ularga hurmat-ehtirom ko'rsatish kabi ezgu qadriyatlarimiz namoyon bo'ldi. Momojo, uzoq yashash uchun mana hayotiy tajribangizdan kelib chiqib nima muhim deb hisoblaysiz? Yaxshi yashayman-da. Erim bilan ham yaxshi umrimiz qo'shiqar edik. Degan yo'q mana. Bizga urush janjal yo'q. Meni o'zim muloyim yaxshi-da. O'zim ko'p ishim yo'q. Sog' bo'linglar, yaxshigina bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Yuzlardan qo'shib keshib yuringlar, qo'sha qaringlar. Iloyim. Hammalari sog' bo'l, mendek yashaylar. Men juda yaxshi yashadim. Men hech ustimga yomonlik ko'rganim yo'q. Ham sog' bo'lsin shular. Meni baxtimga. Umri uzoq bo'lsin. 100 yillik umr bu shunchaki sana emas. Bu bir insonning butun boshli tarixga teng hayoti, mehnati va ibratidir. Muyassar momo ana shunday ibrat sohibasi. Uning hayot yo'li bugungi yosh avlod uchun ham, kelajak avlod uchun ham mehr, sabr va sadoqat darsi bo'lib qolaveradi.